Uyg'ur taomlari turlarining ko'pligi, shaklining xilma-xilligi, etilish hunar san'atining inchikiligi, quvvatining yuqoriligi bilan dunyoning har qaysi joylarida har xil millatlar orasida olqishga erishmoqda. Muhojiratda yashayotgan Uyg'urlar ochgan Uyg'ur taomlari oshxonalarimi kunsiri ko'paymoqda. Bu yil 63 yoshga kirgan Qasimjon Hamrayev apandi kichik vaqtida oilasi bilan Xitoydan qochib, sobiq Sovet ittifoqining hozirgi Qirg'iziston tabasiga yerlashgan. U 2016-yili oilasi bilan Amerikaga kelgan bo'lib, hozir Chikagoda Cafe Elif, ya'ni Elif qahvaxonasi nomida Uyg'ur taomlari oshxonasi ochgan. Qasimjon apandi oshxonasida xaridorlarga faqat Uyg'ur taomlarini inchiklik bilan tanishtirib qolmasdan, balki yana Uyg'ur madaniyati va navbatda Uyg'urlar duch kelayotgan vaziyatni ma'lumotib kelgan. Qasimjon apandi bu munosabat bilan radiomizning maxsus ziyoratini qabul qildi. Uning bildirishicha, ular oshxonani oila a'zolari bilan ochgan bo'lib, uy taomlari ta'mida chiqargan barliq taomlari yerlik xalqlarning nihoyatda yoqtirishiga erishgan. Biz o'zimiz bu tijoratni uydagilar, o'g'lim Rustam, kelinim Dalida, qizim Rana, shtaq hammamiz oshxonani ishlatib qilyapmiz. Amerikaliklar bo'lsa-ma, ashlar nim qilib Uyg'ur food yaxshi, shundaq taomlar shundaq nimga deb endi ashunun orqali endi biz o'zimizning millatini, urf-odatini so'rasi deb berib, erikmay, zerikmay shuni nim qilyapmiz endi. Uchun xamirni qo'lga bundaq so'zimiz. Desak shunga hayron qoldi, nim qildi, shunchalik zuxlanadi, shundaq ta'mlikka deb. U oshxonasiga kelgan xaridorlar bilan Uyg'urlar haqida suhbatlashganda bo'lib o'tgan ba'zi ta'sirli ko'rinishlarni anglatdi. Tamaq orqali bo'lamdi yoki bo'lmasa o'zimizni Uyg'ur millatini tanishtirayli deb shu o'zimizning urf-odatini so'raydi, chet elliklar jiq qiziqidi. Bu qanday qayerda deb mashtaq vatanimiz mashtaq deb musulmonlar kelib bir qitim kelinimni quchoqlab yig'lab biz bilamiz sizlarning ahvolinglarni, shu Xinjiangda bo'layotgan ahvolni bilamiz, sizlar yomon og'ir ahvolga qoldinglar deb shunday yig'lab mashtaq bo'lgan. O ziyoratimiz jarayonida navbatda yuz berayotgan ishlarni qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini, inson bo'lish sifati bilan uningmi boshqalarga o'xshash oilasi bilan mazalik taomlardan huzurlanib, o'z madaniyati bo'yicha yashashni orzu qiladiganligini bildirdi. Amerikaning Boston shahrida o'tirishliq Mariya Muhammad xonim 2017-yildan boshlab Ipak yo'li Uyg'ur taomlari oshxonasini ochgan. Uning atrofidagi Uyg'urlarni bilmaydigan kishilarning ko'pligi uning oshxona ichishiga turtki bo'lgan. Boston'da şu qarasam hiç bir Uyg'urlarni tanıştırdıgan yoki Uyg'urlarni bildiganlar azken. Men bir masjidda men Uyg'ur musulmon desem, sen nereden kelding dedi. Men açtaq tushundirsam China tarafdan musulmon yo'q deb men ularni bergan tamoqni boshqalar oldi, lekin birsi og'in unmadi. Shu kun men qattiq ta'sir qildi kallamga. Uyg'urni bizning vatanimizdagi bizning xalq azaldan bir musulmon millat bildiganlar yo'q ekan. To'xta deb men aylandim, bolalarımga dedim, biz qanday qilsak müşahidlarga Uyg'ur xalqini tanishtira olamiz degan maqsad bilan ham o'zimning bolalarning o'qitishga pul tepish uchun, ham xalqimning bir urf-odatlarini, tamoqlarini tanishtirish uchun mush bir oshxona ochay deb 2017dan boshlab mush oshxona ichib kelyapmiz. Mariya xonim oshxonasini qo'yiq Uyg'ur tusiga ega qilib bezashga ahamiyat bergan. U bu oshxonasini xaridorlarga o'z millatining ta'mlik taomlarini tanishtirish emas, balki o'z millatining va oilasining beshiga kelgan ig'ir zulmni anglatishdagi sahna deb qaragan. Men hozir Boston, Massachusetts shtatida turman. Yo'ldoshim Sadr Ali hozir Xitoyning turmasida. Sadr Ali'ni 2018-yili olib ketdi. Hozir shu Atush Ag'u degan bir cho'ng turma bo'lgan, ash turmada 2019-20 yillik kesib o'tgan. Biz hech bir aloqalashmadik, aloqamiz yo'q. Mariya xonimning bildirishicha, yo'ldashini o'z ichiga olgan Uyg'urlarning masalasini anglatish jarayonida uning oilasi har xil besimlarga duch kelgan. Uning qizi Xitoy o'quvchilarining ijtimoiy taratqulardagi hujumlarga uchragan. Bu oshxona ichish jarayonida hamda har xil ishlarni yuz berdi. Ko'doq bilib turibmiz. Meni, qizimni, bizning rasmlarimizni oshxonadagi vaqtda tatib vatanga avatib berib, bizning uydagilarni xop qildi. Mishadiki Xitoyning xalqchilari Xitoy guruhlarida 2000, 3000, 5000 taki ashtaq bir odam bor guruhga mening qizimni qetibdi. Bu qizni qetib, bu qiz terrorchi hamda Xitoyning odamlar bizni shundaq deydi-ku. Ashtaq deb buningki oshxonasiga bormanglar, bu oshxonaga borsanglar bo'lmaydi, andaq deb ashtaq tillab qilibdi. Shundan buni bolalarım dedi. Biz o Xitoylardan o'zimiz
to'lishib gap qilib bo'lolmaymiz bolam. Misha turishliq o'zimizga tava saqchilarga aytdim Kemirjdiki. Dedim, shu orqali aşağıdakilarga dedi, ular anandigin o mishada bir maktabda o'qiydigan o'quvchi qizgan. Maktabga izlab berib chaqirib ashlar bir taraf qildi yani. Mariya xanım ziyoratimizning oxirida o'zining vatan va xalqi uchun texmi cho'ng g'ayrat qiladiganligini, Xitoyning hujumlaridan qo'rqmaydiganligini bildirdi. Bu bir necha yil jarayonida Meyli Xitoylarning besim bo'lsin, meyli har qanday sabab mushaqqat bo'lsa, men texmi kuchlandim. Chunki men bir ana, men g'ayrat bo'lishim kerak. Mening bir necha bolalarim bor. Vatan xalqim uchun qo'limdan keladigan yaxshiliklarni qilib, men texmi buningdan cho'ng hozir mening g'ayratim, buningdan cho'ng boshqa yaxshi ishlarni qilish niyatim bor inshaalloh. Men vatan millatim uchun her qandaq jabadan Xitoyning o qo'rqitishlaridan qo'rqmayman inshaalloh. Har vaqt, har minut Xitoyningki bu hujumga tik turib qarash chiqaman. Ma'lum bo'lishicha, Uyg'ur xalqi ig'ir kunlarda qolgan bu favqulodda mezgillarda muhojiratdagi Uyg'urlar orasida har kim o'zi qila oladigan sohalar bo'yicha ish qilayotganlarning orasida millatiga xizmat qilishga tirishayotgan Uyg'ur savdogar tijoratchilar az emas. Amerikaning Connecticut shtatiga joylashgan Marco Polo nomidagi Uyg'ur oshxonasi dunyodagi dangliq universitetlarning biri bo'lgan Yale universitetining o'qituvchi-o'quvchilariga Uyg'ur masalasini anglitishda muhim rol o'ynab kelgan Uyg'ur oshxonalarining biri. Mazkur oshxonaning xo'jayini G'ayrat Ro'za apandining radiomizga bildirishicha, u oshxonasining tamoqlarining ta'mlik bo'lishiga ahamiyat berib qolmasdan, balki yana tamoq tizimligidagi turlarga Xitoycha so'zlarning kirib qolmasligiga nihoyat ahamiyat bergan. Benim ismim G'ayratjon Ro'zi. Chet ellarda bir qanday qilganda bir tarafdan o'zimizning madaniyatni tashviqot qilib, yana bir tarafdan ham o'zimizga egilik tiklaymiz degan o'ylar bilan bo'lib shu chet eldagi keyingi shu 10 yillardan milliy taomlarimizni bozorga chiqarib, ham ashunga loyiq Marco Polo degan ism bilan Connecticut shahrininki New Haven Orange rayonida hamda Yale University degan xalqaro bir cho'ng universitet bor. Mashina bilan 7-8 minut, mana bu trafik bo'lib qolsa, bu 12 minut, 13 minut keldi. Maktabningki yaqin hamda tomoq tizimligida faqatla Xitoycha so'z kalimalarni ishlatmay, hozirgachilik mustaqbir xizmatlarni qilyapmiz. U yana oshxonasiga Marco Polo degan nomni qo'yish to'g'riliq to'xtalib, bu nomning kelish manbasi haqida qisqacha tushuncha berdi. 14-asrda Yevropalik bir sayohat qiluvchi desak bo'ldi, ya bo'lmasa shu vaqtdagi Rom imperiyasininki diplomatik O'rta Osiyo avatgan bir diplomatik adam desak bo'ldi. Ba'zan hamda Chingizxonning ba'zi keyingi Chingizxon o'lib ketgandan Qublayxon vaqtida bu berib Qublayxon bilan ko'rishib, shu jarayonida Uyg'urlarninki taomlardan jiq huzurlanib, Uyg'urlarning o'sha lag'manni ashuni ko'rib, lag'manni hozirgi Italiya pasta qilib Italiyaga ketganligi, undan sirt hozirgi ba'zi bir go'sht non bu nonlarni hamda osonlik qiliblar biz ikki yuzlik qilamiz go'sht nonni. Bu shu tushdigilar bu narsalarni bes bilan pisa qilib hamda hammasi shu nonlarninki turlari, go'sht nonlarimizning turlarini pisa qilib shu Italiya ham bo'lib Gretsiya Italiyada shu Marco Poloning ta'siri bilan to'nitganligi bir tarix bo'lg'achqa, mushuni biz endi hozirgi shu yangi dunyoda biz buni tarixni bir qatim qaytalash, tarixdagi ba'zi narsalarni ko'tarib chiqish orqali Uyg'urlarningki shu tarixdagi o'chmas izini shu O'rta Osiyo bilan ham Turkiya millatlari orqali ham shu G'arb bilan Sharqni bir-biriga madaniyat jihatdan bog'lagan bundaq bir kuchli bir madaniyat egasi ekanligimizni, buni Xitoylar buni yo'q qilaman debmi, yo'q qila olmaydiganligini bir ifodalash yo'sidan shu Marco Poloni ism qilib qo'ydik deb o'ylayman. Uning aytishicha, ular Yale universitetining o'xshamagan institutlari tarafidan Uyg'urlarni tanitish haqida ko'p qitim leksiya berishga taklif qilingan. Uning bildirishicha, Yale universitetining o'qituvchi-o'quvchilari orasida ko'rsatgan ta'sirining eshishiga ergishib, ularning oshxonasiga kelib parakandachilik tug'diradigan va ijtimoiy taratqularda hujum qiladigan Xitoylarmi paydo bo'lgan. Ana shu Yale universitetiniki hamda shu New Haven universitetiniki doim aslında shu Study for Middle East, O'rta Osiyo ham O'rta Doğu deb qo'yilgan. Mushaninki madaniyat tarix darslarida bizni chaqirib, taomlarimizni naq maydonda ko'rsatib, shu orqali o'zimizning milliy madaniyatimizni tunishtirgan fursatlar beryapti. Bularni aytdi, natijatim qo'llatdi. Shunday bir presentation qilishimizga shunday chiq pullarni berdi. Unda Xitoydan bir yuzini kutgandan ashta bir yerda 2 soat presentation qilib, o'zimizning madaniyatni tunishtirsak, albatta uningdan bu yaxshi bir ma'naviy ham moddiy mundaq bir narsalarni qo'lga keltirdik desak bo'ladi.
Xitoylar chidamas, misha kelib og'zimizni ko'lab tomoqni yegandan keyin albatta chiqarib etkili olmaydi. Ammo shu jihatda sen Xinjianglikmi, ba'zanda sening Hanzuchi isming bormi deganlar bo'ldi. Bu deganing nima deganing? Bu sen meni hozir discrimination qilyapsa deb turib, albatta bu yerda qo'g'lab chiqarib etgan bo'ldi. Ushug'lik qilib, yeginim yegan, nima deyapman degansan, xaridor sen meni chiqarish huquq qo'ying degan vaqtida biz soqchini chaqirib, telefon qilib, bu Xitoy bizni besib olgan bir Xitoy menga kelib, yana sening Xitoycha isming bormi? Sen Xinjianglikmi deb bizning Tibet degan Tibet, Uyg'ur degan o'zimizning davlatimiz bor bir millat. Bu nima uchun bunday yerga kelib bizni discrimination qildi? Deb soqchiga ahvolni degan vaqtida soqchi xapolma bu shaxsiy o'rin bu. Sen bu yerda yana ekspress gap qilsang, sizni tutib qo'lga olamiz biz. Deganda bu Xitoy oxiri qisib chiqatdi-da bu yerda. Bu yana chiqib, bu yerda jim o'ltirmaydi albatta. To'rlarda voy bu bir radikal millatchiga Xitoy fuqarolarining o'yga berib tamoq yeyishiga tavsiya qilmayman. Ammo tamoqlari yomon emas ekan debdi yana. Ammo biz sizlarni tavsiya qilmaymiz. Shu gaplarni yozganlar bo'pti-da. G'ayrat Ro'zapanda oxirida oshxona tijorati bilan shug'ullanayotgan muhojiratlik Uyg'urlarning tijoratiga utuq tilish bilan bir vaqtda Uyg'ur madaniyatini tonutishni davomlashtirish kerakligini aytdi. U yana Uyg'ur madaniyati va Uyg'ur masalasini tonutish jarayonida har xil shakldagi bexatarlik masalalarga yo'liqqanda cho'qim qonun orqali o'zining huquq manfaatini qo'g'dish kerakligini ta'kidladi. Qo'rqmaslik kerak. Qo'rqmay hattoki Xitoycha qismi Xitoycha qilmaslik kerak. Ingliz tili bilan so'zlashib, Xitoy madaniyatini uzoq turish kerak. O'zimizda kimligimizga chin eslashimiz kerak. Bu bexatarlik masalasiga kelsak, mayli Yevropa bo'lsin, mayli Avstraliya va Amerika bo'lsin, Xitoylarningki bu popozlik qilish bilan, yo bo'lmasa bir ikki yig'iz qo'rqitish bilan bu yerda biz qo'rqib ketadigan hech qanday bir ish yo'q. Bu yerda tamtiradigan ish yo'q. Agarda mishada bir ishlarda egizpas bo'lsa, masalan, shunaqli bir telefon nomerini 112 ni urgandan keyin albatta mishada 8 minut atrofida ya yaqin bo'lib qolsa 3 minut, 3 minutdan 8-9 minut atrofida 2-3 mashina saqchi atrofimiz kap bo'ladi. Qonunliq o'zimizni qo'g'dashni bilishimiz kerak. Yaqinqi yillardan buyon G'arb ellarida Uyg'ur taomlariga qiziqadiganlarning sonining oshib berishiga ergishib, matbuotlardami Uyg'ur taomlari, bo'libmi lag'man ko'p tanishtirilmoqda. Germaniya BR televiziya kanali 2016-yili Qurban Hayit mezgilida Uyg'urlar to'g'riliq ishlagan Yipak yo'lidan Myunxenga qadar nomli filmda Germaniyadagi Taklimakan Uyg'ur restoranini ziyorat qilib, maxsus lag'man haqida to'xtalgan. Turkiyaning danglik tamoq programmasi riyosatchisi Mehmet Yashin apandi CNN Türk televiziyasining 2011-yili 5-oyda ishlagan Lazzat Bekti nomli programmasida sayyoh Marco Polo Sharqiy Turkistonni sayohat qilganda lag'manni ko'rgan. U Italiyaga qaytgandan keyin italiyaliklarning eng muhim tamoq turi bo'lgan makaroni cho'pi o'tirg'a chiqqan deb aytgan. Uyg'ur taomlari haqida yozilgan materiallarga asoslanganda Uyg'ur taomlarining turlari cho'ng jihatdan 50 xildan, ushshaq turlarga bo'linganda 1000 xildan oshadi ekan. Yuqorqi oshxona xo'jayinlarining bayonlaridan shuni bilalaymizki, Uyg'ur taomlari faqat taomliq vazifasini o'tab qolmasdan, balki yana Uyg'ur masalasini dunyoga anglatishdagi sahnaga aylangan. Bu programmani Nur Iman tayyorladi. Kanalimizga zavg'an bo'ladigan tarix bergan barliq qarindoshlarımızdan Allah razı olsun. Qarindoshlarımızdan yaqindan qo'llab qo'yilishi, tarixni berilishi, hammalarga bilan texnik güzel programmalar o'tirib chiqsa, hammadan Allah razı olsun.